Egizaklar, demak tarozi, qovg'a burch vakillarini yanvar oyida nimalar kutyapti? Kelinglar shu mavzuda ko'ramiz. Demak bizda egizaklarimiz 21 maydan 21 iyunigacha tug'ilgan kun nishonlaydiganlar kiradi. Tarozi burchi vakillarimiz esa demak 24 sentyabrdan 23 oktyabrgacha tug'ilgan kunni nishonlaydiganlar. Qovg'a burch vakillarimiz 21 yanvardan 20 fevralgacha tug'ilgan kunni nishonlaydiganlar kiradi. Demak, bu kartalarimiz bizda egizaklar uchun bo'ladi. Bu kartalarimiz bizda demak tarozilar uchun, bu kartalarimiz esa demak qovg'a burch vakillari uchun bo'ladi. Xo'p, kelinglar, demak biz birinchi bo'lib egizaklarni tashlab olamiz. Egizaklar xush kelibsizlar. Demak, egizaklar burchini demak hozir 1 minut. Demak, egizaklarimiz kelinglar biz ko'rib olamiz energiyangizni. Qisqacha baqa energiyasi, voy, egizaklar energiyasi demak yanvar oyida. Egizaklar energiyasi, shaxsiy hayoti, egizaklarning shaxsiy hayoti demak, egizaklarni ish yo'llari, pul yo'llari yanvar oyida. Demak, egizaklar nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Yanvar oyida. Egizaklar nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Yanvar oyida. Tushunarli. Xo'p, bu egizaklarimiz uchun edi. Endi biz tashlab olamiz tarozi burch vakillari uchun. Demak, tarozi burchi vakillari energiyasi yanvar oyida. Tarozi demak shaxsiy hayoti yanvar oyida. Demak, tarozi ish yo'llari, pul yo'llari yanvar oyida. Ikkita, demak bu yerda ham karta duradi, bu yerda ham. Ko'rib olamiz. Demak, ish yo'llari, pul yo'llari. Demak, nimadan ehtiyot bo'lish kerak tarozi burchi vakillari? Voy dahshat. Tarozilar nima bo'lyapti? Xo'p, endi ko'rib olamiz. Bu qovg'a, ya'niki vadali burch vakillarimiz uchun. Vadali burchi energiyasi. Demak, vadali shaxsiy hayoti. Vadali demak ish yo'llari, pul yo'llari. Vadali nimadan ehtiyot bo'lish kerak yanvar oyida? Juda ham chiroyli. Demak, to'g'rilab oldim kartalarni. Bu yerda biz kimlarni ko'ryapmiz? Egizaklar energiyangiz deganimizda, mana ko'rib turganingizdek, devyatka jezl kartamiz tasvirlangan. Umumiy energiyada bizda nima deydi? Bu oy sizda yanvar oyida, demak, chidam, himoya va oxirgi kuchni yig'ish oyi hisoblanadi. Demak, o'tmishdagi zarbalar ta'siri sizda hali ham bor. Bu yerda o'sha ko'rishimiz mumkin. Mana yigitimiz, qizimiz deymizmi? Bu yerda demak xafa pozitsiyada, kuchi yo'q, уже kuchi qolmagan, oxirgi kuchlarini yig'ayotgan pozitsiyada tasvirlangan. Yana bitta bosqich qoldi degani hayotingizda qandaydir bir o'sha qiyinroq bir bosqichdan o'tishingizga ozgina qoldi. Bu oy taslim bo'lmaslik kerak degan, demak, energiyada bo'lasiz deb bizga ko'rsatadi kartalarimiz. Endi hurmatli egizaklar, shaxsiy hayotingiz. Bu yerda karta imperatorimiz tasvirlangan. Bizda demak ko'rishimiz mumkin, agar yolg'iz ayol, yolg'iz qiz bo'lsangiz, imperator kartamiz bizda o'zi yigitni ko'rsatayotgan karta hisoblanadi. Demak, ko'rishimiz mumkin hayotingizga keladigan, demak, o'sha jiddiy munosabatlar uchun, jiddiy xarakterga ega, demak, imperatorlarimiz korollardan ham yuqori turuvchi inson hisoblanadi. Ya'niki uni vlasniy inson, juda ham hukmron inson, juda ham qattiq qo'l, u bilan demak muomala qilib gaplashish kerak bo'lgan imperatorimiz hisoblanadi. Shu sababli demak shaxsiy hayotingizga yigit kelayotgan bor, lekin bu yigit demak xarakterga ega yigit deb ko'rsatadi. Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlar. Endi munosabatlardagi insonlarda bu energiya kartamiz nima deydi? Bu erkak energiyasi. Ya'niki munosabatlarda imperatorimiz sal qattiqroq bo'ladi. Demak, sovuqroq bo'ladi. Hissiyotlar bilan emas, demak,
o'zini o'sha qoidalari bilan boshqaradi deb ko'rsatadi bu yerda. Demak, biz ko'rishimiz mumkin, yigitlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, egizak yigitlar bu yerda o'sha oilada bosh bo'lasiz deb ko'rsatadi. Agar demak ayol kishilar ko'rayotgan bo'lsa, ayollarimiz o'sha bularga xo'p bo'ladi deb turishingiz kerak oilada. Xo'p, demak bu shaxsiy hayotimiz to'g'risida edi. Endi ish yo'llari, pul yo'llari. Karta shut, ya'niki birinchi nulvoy arkanimiz tasvirlangan. Nulvoy kartalarimiz bizda nimani anglatadi? Demak, yangilanish, yangi boshlanish kartasi. Bu yerda demak biz ko'rishimiz mumkin, yangi sikl boshlanyapti yanvar oyida deb ko'rsatadi. Lekin bu xavfli ham bo'lishi mumkin. Demak, yangi ishga kirishlar bor. Bu durak kartamizda yangi ishga joylashish holatlari bo'ladi, bo'lmaydi emas. Lekin nima bo'lishini oldindan bilmaslik, tajribasizlik, bu tavakkal kartamiz hisoblanadi. Demak, bu kartada bizda nima deydi? Boshlash mumkin, lekin demak ko'zing ochiq bo'lsin degan karta hisoblanadi. Demak, biz ko'rishimiz mumkin, o'sha ishga joylashayotganda ozgina demak har taraflama o'rgangan holatda joylashing deb ko'rsatadi. Demak, bu yerda ishlaydigan egizaklarga esa bu kartamiz o'sha yangi sikl boshlanish davri yanvar oyidan bor deb ko'rsatadi. Ya'niki, misol uchun siz qandaydir bir bo'limda oddiy xodimsiz, bu yerda yoki ko'tarilib ketishingiz yoki tushib ketishingiz mumkin. Sababi bu yangi davr boshlanishi. Yangi davr faqat yaxshi yo'lda bo'lmaydi. Yangi davr demak orqa davrda ham bo'lishi mumkin. Shu sababli bu yerda o'sha mana ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zi kartaga ahamiyat bering. Bu juda ham yengil karta hisoblanadi. Bu o'y xayollarga berilmaydi. Yo'q, siz demak ish taraflama, pul taraflamada qattiqroq turing deb bizga kartalar ogohlantirish beryapti egizaklarga. Demak, nimadan ehtiyot bo'lish kerak egizaklar yanvar oyida? Bu yerda karta mir, shesтерка pentakl kartamiz tasvirlangan. Biz nima deya olamiz? Demak, shesтерка pentakl kartamiz bizda o'zi oldi berdini ham ko'rsatadigan karta hisoblanadi. Ya'niki, ko'rishimiz mumkin, mana yigitimiz bu yerda demak pul berayotganini ko'ryapmiz. Ya'niki, bu yerda siz o'sha oldi berdi holatlaridan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Endi karta mir deganimiz esa bizda yangi boshlanishlardan ham ehtiyot bo'ling deb ko'rsatadi. Mana bu yerda ish yo'llari, pul yo'llarida yangi boshlanishlik dedikmi? Karta mir demak bir bosqichni tugab, ikkinchi bosqichga o'tishlik holatimiz. Bu yerda ham demak bizda yangi boshlanish holatidan pul taraflama, ish taraflamada ehtiyot bo'lishingiz kerak deb ogohlantirish beradi. Oldi berdi hech kimga qarz bermang egizaklar, bu yerda birovdan ham qarz olmang. Demak, ko'proq e'tibor beradigan tarafingiz bu yerda ish yo'llari, pul yo'llari ekanligini ko'ryapmiz. Xo'p, endi biz ko'rib oladigan bo'lsak, tarozi burchi vakillari. Tarozi burchi vakillarimizni energiyasi. Devatka mechey kartamiz tasvirlangan. Demak, biz ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda yigitimiz o'sha orom olayotgan joyida uyg'onib ketgan holati hamda demak juda ham horg'in holatda his qilayotganini ko'ryapmiz. Bu yerda o'sha uxlay olmaslik holati, umumiy energiyangizda yanvar oyida mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Uxlay olmaslik, ichki xavotir, o'zini o'zi yeb qo'yish, demak o'tmishdagi fikrlar bezovta qiladi deb ko'rsatadi. Demak, bu tashqi qiyinchiligimiz, ya'niki yon atrofimizdagi muammolar, yon atrofdagi qiyinchiliklar emas, bu ichki qiyinchiligimiz kartasi hisoblanadi. Demak, o'sha energiyangizda ozgina o'zingiz demak yeb qo'yish holatingiz bo'ladi deb ko'rsatadi. Bu yerda mana shu holatdan ehtiyot bo'lganingiz ma'qulroq. Kimgadir siqilishingiz mumkin, kimnidir o'ylab, mana shunaqa demak energiyada bo'lasiz deb bizga kartalar ko'rsatmoqda. Endi shaxsiy hayotingiz deganimizda 4 kubkov kartamiz tasvirlangan. Bu kartada mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yigitimiz o'tiribdi xayol surib,
unga demak taqdir inomi berilyapti, u uni ko'rayotgani ham yo'q, chunki bu yigitimizni настроенияsi yo'q ekanligini ko'ryapmiz. Demak, munosabatlarda bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha er-xotin munosabatlar deymizmi? Munosabatlarda ozgina demak sovuqlik hamda befarqlik. Mana siz unga iliqlik, muhabbatingizni bersangiz ham, u bu narsani sezmasligi, bu narsaga demak e'tibor bermasligi mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda o'sha ozgina munosabatlarda sovuqlik, befarqlik bo'ladi. Demak, anaqa ko'ngilda sal bekorga mana bu holatingiz bilan bog'liq emas bu holat. Boyagi o'sha shaxsiy, скорее всего, shu mana shu shaxsiy hayotingiz to'g'risida o'ylab ozgina demak charchagan, настроениyangiz yo'q holatda bo'lasiz deb ko'rsatadi. Bu yerda demak bizda ko'radigan bo'lsak, yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlarda kimdir kelishi bormi deyapmiz? Yo'q. Bu yerda yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlarga yanvar oyida kimdir kirib kelishi ming afsuski yo'q. Endi biz ko'rib oladigan bo'lsak, ish yo'llari, pul yo'llari. Bu yerda demak karta durak koroleva mechey tasvirlanibdi. Mana bu yerda ham karta durakimiz tasvirlangan. Ikkinchi variantimizda, ya'niki tarozi burchi vakillarida ham karta durak tasvirlanyapti. Durakimiz juda ham mana ko'rayotgan bo'lsangiz, u shu demak, u mana g'oyalar orasiga kelib qolib tushib ketish arafasida turgan bo'lsa ham, u bu narsani demak sezmayapti, u bu narsani ko'rmayapti. Biz nima deb ayta olamiz? Demak, siz ko'proq e'tibor berishingiz kerak pul taraflama, ish taraflama yo'llaringizga. Yengil qaramang. Может, atrofingizda mana bu g'oyalardan yiqilib ketish holatidagi xavf-xatar turgan bo'lishi mumkin. Demak, o'sha bu hamda nolvoy arkan hisoblanadi. Nolvoy arkanimiz bizda demak o'sha ishga kirmoqchi bo'lganlarga ishlar chiqadi deb ko'rsatadi, chiqmaydi emas. Nolvoy arkanda bo'ladi. Lekin u yerda demak siz o'sha umuman yangi bir yo'nalishda ishga kirishingiz mumkin, yangi sohada вообще. Endi biz ish yo'llari, pul yo'llari deganimizda koroleva mechey tushyapti. Demak, ko'rishimiz mumkin, agar ishlaydigan bo'lsangiz, sizga o'sha sovuqqon bir munosabatda bo'layotgan yon atrofingizda ayol bor deb ko'rsatadi bu yerda ish yo'llari, pul yo'llarida. Bu yerda pul taraflamaga keladigan bo'lsak, juda ham bir pullar bu yerda oqimi katta deb ayta olmayman. Chunki nolvoy arkan bizda demak yetarlini ko'rsatadi, lekin juda ham ko'p holatni ko'rsatmaydi. Yanvar oyida demak puldan ozgina qiynalish holatingiz ming afsuski bo'lishi mumkin. Ishlaydiganlarda demak o'sha ko'rishimiz mumkin, yon atrofidagi qandaydir bir sovuqqon ayol bilan sovuqqon munosabat bo'lish holati ehtimol juda ham katta. Tarozilar dahshat oysizlarda. Xo'p, endi biz ko'rib oladigan bo'lsak, bu yerda nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Tarozi burchi vakillari deganimizda desiatka mechey kartamiz tasvirlangan. Demak, eng xavflimiz bu yerda bu kartada nima tasvirlangan? O'zingizni butunlay sindirib qo'yishingiz, ya'niki bu yerda hammasi tugadi degan fikr bu oyda demak ko'rishimiz mumkin. O'zingizga dushman bo'lmang deb ko'rsatadi. Ya'niki ko'ryapmiz, bu yerda energiyangizda sal qiyinroq energiyada bo'lasiz, qilganroq. Shaxsiy hayotingizda bu yerda sovuqqonroq munosabat, pul yo'llari, ish yo'llari. Taroziga juda ham demak sinovli oy bo'ladi deb ayta olaman. Yanvar oyini sinovli oy kutayotganini ko'ryapmiz. Lekin o'zingizni qo'lga oling, mana shunaqa holatga tushib qolmang. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yigitimiz o'sha orqasiga xanjarlar suqilib bo'lingan. Mana bu kartadan keyin mana bu karta keladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu kartadan keyin mana devatka mecheydan keyin desiatka mechey kartamiz keladi. Demak, ko'rishimiz mumkin. Mana shu siqilish holatidan mana bu holatga tushib qolmang deb bizga kartalarimiz juda ham chiroyli ogohlantirish beryapti. Xo'p, demak bu tarozi burchi vakillari uchun edi. Endi biz ko'rib olamiz qovg'a burch vakillari, ya'niki vodoleylarni ko'rib olamiz. Vodoleylarni energiyasi deganimizda bu yerda четверка pentakl kartamiz tasvirlanibdi. Четверка pentakl bizda demak
judayam nazorat kartasi hisoblanadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zi bu yerda yigit kishi demak pullarni judayam himoya qilayotganini ko'ryapmiz. Demak bu kartamiz bizda energiyada o'sha pulni tejash, demak hissiyotlaringizni berkitish, rashk energiyasida bo'lasiz. Bu hamda bizda demak rashk kartamiz ham hisoblanadi. Demak bizda o'sha kimnidir yo'qotib qo'yish istagidan bu yerda qo'rqqan holatda bo'lasiz deb ko'rsatadi energiyangizda. Endi biz ko'rib oladigan bo'lsak, shaxsiy hayotingiz, xudoga shukur, shaxsiy hayot bu yerda juda ham chiroyli. Karta влюбленный tasvirlangan. Влюбленный kartamiz bizda demak ko'rayotganingizdek bu yerda yigitimiz, qizimiz tasvirlangan. Sevishganlar kartasi. Lekin bu sevishganlar kartasi bo'lgani bilan ikki yo'l, ikki inson, demak yurak va aql o'rtasidagi qarorlar, demak taqdiriy qarorlar kartasi ham hisoblanadi. Ya'ni ikkita inson o'rtasida tanlov qilishingiz mumkin yanvar oyida. Bu yerda demak yolg'iz ayol, yolg'iz qiz bo'lsangiz, sizga o'sha ikkita variant keladi yanvarda deb ko'rsatadi. Bu yerda qovg'a burch vakillariga aniq keladigan inson bor. Ikkita bo'lmasa ham hatto bitta aniq keladi. Chunki shaxsiy hayotda demak sevishganlar kartamiz tasvirlanyapti. Bu yerda demak aytib o'tolamanki, juda ham oilali munosabatlardagi insonlarga esa demak bizda munosabatlar iliq holatda bo'ladi-ku, faqat mana bu yerda rashk holatida bo'lasiz dedim. Hayotingizga o'sha partnyoringiz bo'ladigan bo'lsa, liba sizni hayotingizga variant kirib kelishi mumkin, liba partnyoringizni demak hayotiga variant kirib kelishi mumkin. Shu holatlardan demak ehtiyot bo'lib kuzatib turganingiz ma'qul. Chunki bu karta sizga ham variant, demak partnyoringizga ham tanlov huquqi bo'ladi deb ko'rsatadi. Bekorga demak siz rashk holatida turmagansiz. Скорее всего, o'sha partnyoringiz hayotiga demak qandaydir bir variant kelishi mumkin. Endi biz ko'rib oladigan bo'lsak, ish yo'llari, pul yo'llari deganimizda bu yerda demak korol jezlov tasvirlangan. Bu juda ham kuchli karta hisoblanadi. Demak, bu kartamiz bizda rahbarlik, ishda ko'tarilishlik kartasi. Demak, kuchli qandaydir bir erkak sizga ish taraflama yordam berishi mumkin. Demak, biz ko'rishimiz mumkin, pul hamda ishda faol harakat muvaffaqiyatga erishasiz deb ko'rsatadi bizga. Ishlamayotganlarga bu yerda o'zingiz xohlagandek demak ishga joylasha olasiz deb bizga kartalarimiz demak ko'rsatmoqda. O'sha ishsizlarga скорее всего biz ko'rishimiz mumkin, erkak kishi tomonidan yordam berilishi mumkin ishga joylashishiga. Bu yerda demak ishlaydiganlar yoki ko'tarilish kutyapti yoki sizni demak bizda juda ham ishingizda sizni qadringizga yetishadi. Ya'ni qilayotgan mehnatingizni bu yerda demak hosilini o'ra olasiz. Xo'p, endi nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Qovg'a burch vakillari bizda yanvar oyida Devatka Pentakl kartamiz tasvirlangan. Eng qizig'i, Devatka Pentakl kartamiz bizda to'kislik kartasi hisoblanadi. Bu yaxshi karta, lekin xavf sifatida tushyapti. Bu yerda xavf nimada deganimizda nimani tushunamiz? Demak, menga hech kim kerak emas, ortiqcha mustaqil, demak, yolg'izlikka o'rganib qolish, insonlardan demak yopilinish, hamma narsani o'zingiz qilishga urinishingiz zarar deb ko'rsatadi bu yerda. Chunki Devatka Pentakl mana unda resurslar bor, pul taraflama, demak, muammolaringiz bo'lmaydi, ko'ryapmiz. Pul taraflama muammo bo'lmaydi. Demak, bizga kartalar nimadan ehtiyot bo'lish kerak deganda mana shundan ham ogohlantiryapti. Ya'niki, shu уже mana bu pul taraflama, hamma taraflama zo'rsizda, tipi bo'ldi, menga hech kim kerak emas degan holatdan demak ehtiyot bo'lishingiz kerak. Слишком demak ortiqcha mustaqil ham bo'lmang deb bizga kartalarimiz ogohlantirish bermoqda. Xo'p, demak bugun havo unsuriga mansub burchlarni ko'rib oldik. Yana qaysi mavzularda ko'rishim xohlaysizlar, kommentariyada ko'rsatib o'tinglar.